Farzandlarimni tahlil qilganimda bir narsani guvohi bo'ldimki, oilamizdagi eng mas'uliyatli shaxs bu katta qizim ekan. Katta qizimni bolaligi, o'smirligi deyarli yashalmagan. Chunki ukalari tug'ilgandan keyin u doim ular uchun javobgarlikni bo'yniga olgan, mas'uliyatni bo'yniga olgan va kerak bo'lsa, ba'zi hollarda tobim bo'lmaganda, mazam bo'lmaganda menga onalik qilgan shu qizim bo'ladi. Aslida mana shu qizchalarni ham qalbida o'z og'rig'i, yuragidagi istaklari bo'ladi, lekin biz undan ko'rmas ekanmiz. Ularni doim o'zi eplaydi, uddalaydi, u mas'uliyat qila oladi deb hamma narsani ularning zimmasiga yuklaymiz. Qizim, seni juda ham yaxshi ko'raman. Bilaman, seni zimmangga ko'p mas'uliyat yuklab qo'ygan vaqtlarim bo'ladi, lekin seni ham hayotda, meni qalbimda o'z o'rning boshqacha. Onalar, keling katta qizlarimizni asraymiz, chunki ularni ham qalbida kichkinagina qizcha bor.